Sizlar hammaga assalomu alaykum. Xo'p, sizlar bilan Delese Turayev 1434 kanali. Biz bugungi videomizda o'tgan galgi videoda mana bu yerdan Dream Draft tarkib tuzgandik. Endi shu Dream Draft tarkibni men finalgacha yetib kelganman. Shu bugun finalni sizlar bilan birgalikda o'ynab agent ochib ko'ramiz. Xo'p, kim tushar ekan? Raqib Inter ekan. Interni yuta olamiz. Xo'p, ketdik. Bot juda ham yaxshi keldi. Shu safarga, ya'ni uni masalan pushti kartali futbolchilar kerak emas desangiz ham uni olib sotsangiz 280 ta yutasiz agarda chegirma qilmagan bo'lsangiz. Xo'p. Bu yerda qovun tushirdi, pint qilaman deb. Yaxshi. Kechagi Inter, kecha Atletico hamda Barselona uchrashuvdagi o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, Barselona qatorasiga 11-yildir Chempionlar Ligasidan chiqib ketmoqda. Elmurod Aqnazarovning mashhur gapi hamma joyda aylanmoqda yana. Chempionlar Ligasini kim yutishi noaniq, yoki kim yuta olmasligi aniq deb Barselonani aytgan edi. Barselona muxlisi bo'lib turib, shu gaplar hozir rosa aylanmoqda ijtimoiy tarmoqlarda. Barselona yaxshi o'yin o'tkazdi. Men Real Madrid bo'lsam aytaman. Lekin o'sha ozgina baribir hakamlik mavzusi. Keyin esa o'sha har yilgi holat, qovun tushirish, himoyachilarda qovun tushirish holati. Barselona golga qarab ketayotgandi, lekin o'sha birgina Erik Garsiyaning qizili hamma narsani chilparcha qilib yubordi. Undan keyin ham rosa harakat qildi. Lekin bo'lmadi gol urish imkoniyati. Atletico esa Barselonani yana bu yilgi bir katta chempionatdan chiqarib yubormoqda. O'zi Atletico bu yil faqat yutqazib turib yutyapti. Barselonani birinchi o'yinda yutib oladi va ikkinchi o'yinda qandaydir o'sha bitta to'p farqi yetmay qolyapti. Barselonaga o'sha to'rt golga yutib kelgan edi va 3-0 yutqazib ham keyingi bosqichga yo'l olgan edi. Endi esa 2-1 yutqazib ham keyingi bosqichga o'tmoqda. Bu endi ancha kattaroq chempionat, Chempionlar Ligasi. Bu yerda Inter esa bir taym chidab berdi, gap bilan bo'lib. Endi jiddiy kirishmasak bo'lmaydi. O'rtada pushti kartali futbolchi turibdi. Ustani ham bosib yuboramiz. Kunde. Hop. Marmush tepaymikan? Yo'q. Qanotga, De Jong, ortga. McTominay. Darakka setdayman kimdir urdi. Hamma ko'rsatkich 96 dan, hozirgi 90lik kartasida o'zi 90 dan edi. Hozir agentlar ochganimizda shu ham tushdi, yaxshi bo'lar edi. Men o'rniga Cancelo tushaversin. Men hozirgacha 4 nafar pushti kartali futbolchini oldim. Aynan ularning ikkitasi Dream Draftdan bo'ldi va hozir 5 ta bo'ladi. Va ularning 3 tasi mana Dream Draftdan bo'ladi. Yana hali keladi, yana 7-8 ta olaman. Hozirgacha lekin faqat Sabitya o'sha Dream Draft sezon passning oxirida bergan agentdan oldim. Tanat xizmatini amalga oshirmadim. Almazlarni atayin shunday Dream Draft kelishini bilib turib videodan o'tkazib qo'ygandim va hammasini ochdim. Sviler tushgan edi o'tgan videoda, uni ham full qilganman. O'sha reaksiyasidan 100 chiqarib pastda 82 bo'lib qoldi. Aslida 83 bo'lish kerak edi, lekin 05 yetmay qoldi. Kunda nima qildi? O'zlarish qilib olaylik. Tilni tushiramiz endi. Gakpo orqaga. Williamsga ketishamiz. Williams. Yo'q, Müller o'ynashamiz.
Twitter'dan Maktovday qovurtirdi. To'g'ri qovurtirdi, u esa yordam berdi. Hop, Samba 2-0 va 3 kartali futbolchi to'yibdakda. Ko'ramiz kim tushar ekan. Inter bilan 5 daqiqani o'tkazib olsak, Deliseyda 5 daqiqa. Hop, Gakpo. Shu yerdan qochdi, lekin negadir qaytib oldi. Men ham kuchliroq pas berib yubordim. Albatta bu yerda bot bo'lgani uchun uncha kuchli o'ynamayapman. Live o'yinlarda esa anchagina yaxshiroq o'ynayapman. Ustidagi o'zimning tarkibiga kuchli akkauntga o'rganib qolganman. Bu yerda to'g'ri paslar bo'lishi tabiiy, chunki u yerda paslar hammasi 95+. Hop, eng yaxshi o'yinchi va mana 50 ta olmos ham berishdi bizga. To'g'riga qo'shib va bu yerda nima chiqyapti endi? Komplet. Hop, ko'ramiz kim tushar ekan. Mana Sviler full holatda. O'tgan gal videoda birgina shuni full qoldi xolos. Va mana qolgan futbolchilarni ham Yildiz, Suarez va Elnori. Menga to'g'risi xohlardim shu De Arrasetta tushsa yaxshi bo'lardi, lekin men shu hamma pozitsiyadan tushdi, shu yarim himoyadan tushmadi, shu Anderson tushsa kerak deb o'ylayapman. O'zim Arrasettani tushishini xohlayapman, lekin Anderson tushsa kerak deyapman. Xo'p, ko'ramiz xohlagan futbolchim tushadimi yoki taxmin qilganimmi. Xo'p, ochib ko'ramiz va qaysi davlat? Angliyadan kim bor edi-ya? Angliyadan himoyachi emas aniq u, yarim himoyachi. Ha, shu Anderson bo'lishi kerak. Di Rosettaning davlati unday emas edi menimcha. Anderson tushdi. Ha, Anderson. Va taxmin qilgan futbolchim tushdi. Aytdim-ku, shu Anderson tushsa kerak deb o'yladim, chunki hamma pozitsiyadan tushdi, yarim himoyadan tushmadi va Anderson tushdi. Xo'p, buni full qilmayman, chunki yarim himoyada futbolchilarim yetarlicha. Xo'p, bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling do'stlar.